Banali piyogumuz için 2 dana tohum, 1 dana banan, 1 piyola şeker, 1 piyola o'simlik yog'i, 1 stakan sut, 2,5 piyola un va 1 osh qoshiq rasel xetir kerak bo'ladi. 2 dona tuxumimizga shakarimizni qo'shib, mikser qilib olamiz. Shunaqa ko'rinishga kelguncha yaxshilab mikser qilamiz va o'simlik yog'ini qo'shamiz. Ortidan 1 stakan sutimizni ham qo'shib olamiz. Va yana mikser qilishni boshlaymiz. Endi massamizga un qo'shib olamiz. Va ortidan razrexetir qo'shib, massamizni bir xil holatga kelguncha mikser qilib olamiz. Shunaqa bir xil holatga kelgandan so'ng massamizga bananlarimizni qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib olgandan so'ng qoliplarimizga joylab, duxovkaga jo'natamiz.